Assalomu alaykum, o'tib ko'rmay turing. I'll speaking part 1 da qo'llash uchun bitta zo'r grammar structure topib qo'ydim. None of them hech biri emas. Do you like reading books deganda orasiga qo'shib ketsa yana balina 7+ bo'ladi. I read 3 books but none of them was interesting. Men 3 ta kitob o'qiganman, lekin birortasi ham qiziq bo'lmagan. We invited 5 friends but none of them came. Biz 5 ta do'stimizni taklif qildik, lekin birortasi ham kelmadi. Xo'p, endi sizlarga bitta practice uchun gap aytaman, sizlar uni kommentariyada tarjima qilasizlar. Men 3 ta video ko'rdim, lekin birortasi ham menga foydali bo'lmadi. O'z variantinglarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ingliz tilini o'rganayotgan do'stlarga jo'natib qo'ying va ko'proq shunday grammar structure uchun obuna bo'lib qo'ying. Hali 161 ta bit bor. Sizlar bilan hammasini ulashaman, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar.